Begonalardan sovg'a olmang. Bu gapni menimcha ko'pchilik yoshlik paytida o'z ota-onasidan yoki yoshi katta yaqinlaridan eshitgan bo'lsa kerak. Qisqasi, pulingni ol. 30 ming. Ko'kida. Olmayman. Bu jumlani men bekorga eslatganim yo'q, chunki ushbu so'zlar hozirgi kunda chuqur huquqiy ma'noga ega. Gap nima haqida ketayotganini bilmoqchi bo'lsangiz, u holda ushbu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 378-moddasida soliq solinmaydigan daromadlar ro'yxati keltirib o'tilgan bo'lib, ushbu ro'yxatning 11-qismida jismoniy shaxslar nomiga meros yoki hadya tartibida o'tilgan mol-mulklar, shuningdek, pul mablag'lari hamda natura shaklidagi mulklar soliq solinmaydigan daromadlar sirasiga kiritilishi belgilab o'tilgan. Biroq, ushbu qismning davomini o'qiydigan bo'lsak, bu yerda begona shaxslar o'rtasida tuziladigan hadya shartnomalari bo'yicha o'tadigan ko'chmas mulklar, avtotransport vositalari, qimmatli qog'ozlar, shuningdek, yuridik shaxslar ustav fondidagi, ya'ni ustav kapitalidagi ulushlar soliq solinmaydigan daromadlar sirasiga kiritilmasligi ko'rsatib o'tilgan. Bu esa o'z-o'zidan begonadan hadya olayotgan shaxs ushbu olayotgan mol-mulkining qiymatini amaldagi soliq stavkalari bo'yicha hisoblaganda 12% miqdorida soliq to'lash kerakligini anglatadi. Ushbu holatda ko'chmas mulklar uchun soliq ko'chmas mulkning kadastr qiymatidan olinadi. Shu o'rinda ko'chmas mulkning kadastr qiymatini qanday qilib aniqlashimiz mumkin degan savol tug'ilishi tabiiy holat. Buning uchun esa davreestr.uz saytiga kirishingiz hamda saytning qidiruv satrida ko'chmas mulkning kadastr raqamini hamda uning yonida ko'rsatilgan rasmdagi 4 ta raqamni kiritib, qidiruv tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng ekranda siz izlayotgan ko'chmas mulk haqidagi ma'lumotlar chiqib keladi hamda ushbu ma'lumotlar orasida ushbu mulkning kadastr qiymatini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, begona shaxsdan hadya olayotganingizda oladigan mulkingizning qiymatini tekshirib ko'rishingiz hamda ushbu mulkning 12% miqdori cho'ntagingizga qimmatlik qilish yoki qilmasligini aniqlab olishingizni maslahat beraman. Chunki siz begona shaxsdan hadya sifatida qabul qilib olgan mulkingizni boshqa shaxsga qayta hadya qilib yuborgan taqdiringizda ham sizga hisoblangan soliq summasi bekor qilinmaydi hamda uni xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham to'lashga majbur bo'lasiz. O bola. Men qara ol dedim. Ol dedim, hozir kech bo'ladi. Men ko'zimga qara, bola, omadingga. Omadingga. Hozir ko'rasan shu puling nima bo'lishini. Shu pul saniki-da. O'zini qadrini bilmagan bola-ya. Hozir ko'rasan nima bo'lishini. Voy dura. Video foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying hamda kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.